Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bugun 7-fevral haftaning shanba kuni soat 12:00 kechasi. Kechasi 12:00 hali ish jarayoni ketyapti. Zagotovkalar qilinyapti. Yuklarimiz kelyapti. Hurmatli do'stlar, Sviji mesni o'zimizda dummalarimiz kelgan. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Sviji kimga kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilishlari mumkin. Manzil Samarqand viloyati Jomboy tumani, mana shu Galakappa ko'chasida. Hozir dummalarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli do'stlar, mana dummalarimiz mana Sviji, mana qarang. Bu Qozog'istonniki emas. Bemalol ko'rishlari mumkin. Bizda Qozog'iston dummalarimiz yo'q mana. Ko'ryapsizlar, ha? Bari anaqa qilib yotibdi. Qimillab yotibdi. Mana. Mana hurmatli do'stlar, har biri kami 15 kilo, 14 kilo, 15 kilo ana shu atrofda chiqayotgan dummalar ekan. Kimga kerak bo'lsa bemalol kelishlari mumkin. Optim narxda ham qilib beramiz, kelishilgan narxda. Chakanasini ham qilib beramiz. Mana shu yuqorida dummani ko'rsatganimiz ham xuddi mana shunday mesniy dummadan qilinadi. Mana bu ham mesniy. Sviji bugun chiqqan dumma. Bemalol kelishlari mumkin. Pastdagi raqamga telefon qilingizlar. Hurmatli do'stlar, kanalimizga obuna bo'lingizlar, like tugmasini bosingizlar. Videolarimiz birinchilardan sizlarga bo'lib boradi. Mana bemalol ko'rish mumkin. Dudlangan dumma va xom dumma mana. Ko'rishingiz mumkin. Luboy mutaxassisga olib ko'rsatingizlar mana. Sviji. Agarda Qozog'istondan bunaqa dumma kelayotgan bo'lsa, mana bunday qilib qimillamaydi. Luboy odamga ko'rsatingizlar mana. Dummani ko'ringizlar. Sviji dummalarimiz.